tizza bo'yingizni holati 40 yoshli ayollarda tizzasi. Bu degani ancha yosh ekansiz. Voy qayerda mana operatsiya qilamiz dedi. Deb men yuragim betlamadi. Bu kasallar necha yoshimda deng? 42 yoshimda sal-pal og'rigan. Assalomu alaykum hoji. Alaykum assalom. Tanijoningiz sog'mi? Yaxshimisiz? Yaxshiman. Xudoga Sog'liqlar, shukr. o'zgarishlar. O'zgarishlar yaxshi. Mana hoji oyog'im og'rib kelgan edi. Sizlarga rahmat, tizdan belim ham og'rib kelgan, orqaga og'riq berib. Yaxshiman. Iloyo umrlaringdan baraka topinglar. Kelinglar, davosini topinglar. Umrlaringizda rizqlaring ulug' bo'ladi, tanijonlaring sog' bo'ladi. Iloyo shu bolani umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. Bolalariga bosh bo'lsin, qo'shgan bilan qo'sha qarisin. Bizga o'xshaganlarni davolab yuroringlar. Yaxshilik kunlarda kelaylik. Bundan bag'iga hammamiz sog' salomat bo'laylik. Amin. Allohu akbar. Hoji, nechinchi yilsiz? 53-yilman. Dadil? 73 yoshdaman. 73 yoshdasiz. Tizza bo'yingizni holati 40 yoshli ayollarda tizzasi. Bu degani ancha yosh ekansiz. Voy qayerda mana operatsiya qilamiz dedi. Men yuragim betlamadi. Bu bolani Jizzaxlik bitta vrach bilan sanatoriyada opalik bo'lganmiz. O'shalar mana shu bolani aytuvdi, oqtarib keldim. Kelib mana bu boladan yomonlik ko'rmadim. Mana og'riqlarim yo'q, yaxshiman, yengilladim. Endi dardimga shifo bersa, ajima shu bola boqana bo'lib. O'g'lim qator ekan, o'g'lim ekan bu bola. Katta rahmat hoji. Biz ham qilayotgan ishlarimiz, omadli bo'lsin. Juda ham bardavom bo'lsin. Bardavom bo'lsin. Salomat. Qachondan beri qiynaydi hoji sizni? Menikimi bu kasallar necha yoshimda deng? 42 yoshimda sal-pal og'rigan. Shu og'rib yurib keyin yaxshi bo'lib ketganman, yuraverganman. 65 dan keyin do'kon ochib, boshqa qilib, paxtalarga chiqib, boshqa bo'lib, mana endi shu ahvolga yetdim. Endi qarasam og'rib qoldim. Endi ayollar o'zi baquvvat bo'ladi, jasoratli bo'ladi. Shuni hisobiga ancha-muncha dardga mukammal bo'lar ekansiz. O'shaning uchun ancha-muncha og'riq ham ko'zga ko'rinmagan sizga. Bellarimiz ham hoji, mana belimiz ham yoshimizga nisbatan juda ham yomon emas. Yaxshi xizmat qilyapti ekan. Xo'pmi hoji, mana yaxshi xizmat qilyapti ekan. Juda ham zo'r mana. Umurtqamiz orasidagi disklarimiz ham juda u darajada ezilib ketmagan. Endi yengil darajada tuzlar qoplayapti ekan xolos. Tushkunlikka tushadigan holat emas. Umurtqamiz ham tekis ekan mana ko'rganimizda. Kecha bitta o'rtog'im ham keldi-yu. Bani oldimga. Arabachada ertalab keldi. Bitta uy nari, yonimizda. Ularga ham tushuntirishlarni aytdim. Kelar ekan yotgani, kelaman dedi. Hoji, katta rahmat sizga. Shifo bo'lsin. Siz ham sog' bo'ling, salomat bo'ling. Iloyo bolalaringizni orzusini ko'ravering. O'g'il qizlaringiz ko'p bo'lsin. Rahmat sizga, Xudo xolasa. Tinch bo'ling. Sog' bo'ling.